Janob oliylari, sizlarga eng zo'r avtomobilimizdan topib qo'ydik. Yaponiskiy 9 o'tgani eng full oxirgi variantlaridan. 7 yillik mashina davomidan hech kim ishonmayapti. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Absolutni top-toza, bryonli plyonkalari ham bor. Salonini ko'ryapsizlar, juda ham qimmat komfortga ega oppoq salonlarda matviy qilib qo'yishgan. Mana ma'lumotlarni ham cho'tki. 106 ming probeg yurgan. Tonirovka razresheniyalari bor, faqat oq salonligi uchun, ko'rinishi uchun tonirovka tortilmagan, zapasgalar tushmagan. Masla mashinada turibdi, masla. Hayab haydalgan o'zimizning okani mashinalari. Qilinadigan ish faqat tonirovka tortiladi, bo'ldi. Razresheniyalarigacha bor. Borki, oppoq salon bo'lgani uchun bu tonirovkalarni ham silib qo'yishgan ekan. Hozir o'zingiz uchun tonirovkalarni torttirib, lekin joninglar kirib minib yurasizlar-ku. Bundan ortiq baxt bormi? Menga shuni aytinglar, janob oliylari, bitta like bosib, kimda shunaqa Prado avtomobillari bo'lsa, qanaqa inomarkalar bo'lsa, tekinga mana shu kanalimga qo'yib beraman. Obuna bo'lib, podpiska bo'lib, like ga ham tursanglar bo'ldi.